Uzr, aynan mana bu vaqtda javob yoza olaman deb aytolmayman, chunki endi ochdim. Uxlab, o'rnimdan turib, kirdim begoda. Ha, bilaman, profilingiz ko'p karob. Bekorchilikdan profil ochib tashlayvergansiz. Ha. Assalomu alaykum, balkon. Qandaysizlar, yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Soat 9dan boshlab qolasiz. Xudo xohlasa, boshlayman. Bu yerda degani o'sha kuni kechasi, kunduzi kiraman degani emas. Faqat kechga kirardim. Bugun hammadan oldin uxlab, hammadan barvaqt turibman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, adminim 3 tami 4 ta. Ha, bor, Xudoga shukr. Rahmat deyman. Spasibo. Qani balkon SMS yozinglar, javob beraman. Faqat yaxshi gaplarni yozinglar, iltimos. Negativ yozmanglar. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Xudoyor. Rahmat, Karol. Salom. Yo'q-da, uyqu qochib ketdi. Uxlab, uyquga to'yib, o'rnimdan turib, kirdim. Bitta bor ekan o'zi. Mayli. Shunisiga ham rahmat. Rahmat. Mayli, tushundim, Karol. Rahmat, Xudoyor. Har bittalaringiz hurmat qilib SMS yozganlaringiz uchun kattakon rahmat. Ta'mimni ko'rgan edingizmi? Achchig'i, shirini, boshqa deysizlar. Taqaldim, Karol, Karol. Har qarsonda zaharligim bor. Rahmat. Ali, like uchun. Assalomu alaykum, yangi kelganlar. Yo'q, ana. Nimaga? Ha. Efir Mayopani efirlarigami? Boraman. Xo'p. Battle ochganlarmi o'xshab? Maya.
Assalomu alaykum balkonim, qandaysizlar? Yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Bittaman uxlamagan desam ham uxlamagan ekan-ku. Ha, Gradin. Shu o'yinni ko'rdim. Bitta telefonni olsam keyin ochaman mana Gradin. Salom, assalomu alaykum, qandaysiz? Balkim hamma turgandir, balkim. O'sha sahar bo'ldi. 5:42. Ha. 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 Assalomu alaykum. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum Tohir. Qandaysiz? Yaxshiman. Rahmat. Nimaga Karol? To'g'risida birov kishi sizga shuncha SMS yozadi, ichi achib, tushuntiraman deydi. Qanaqasiga yo'q, kerak emas deyish mumkin. Bilmaganimni o'rgataman deyapsiz. Rahmat, shunisiga ham kattakon rahmat. Balkonim borlaringizga shukur. Rahmat, Karol. Nimaga kerak? Bugun bor, ertaga yo'q. Qachon bilamiz qay vaqtda o'lishimizni. Shuning uchun hech kimni ko'nglini qoldirmaslik kerak. Shundaymi, Karol? Bu yerda hammani ko'nglini qoldirib, urush janjal qilib, yo'q, hayotdayam, oddiy hayotdayam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Shuning uchun harakat qilaman hech kimni ko'nglini og'ritmaslikka. Hay, so'ragingiz kelganda endi. Eringiz bormi, yo'qmi deb. Salom azizlar, assalomu alaykum, qandaysiz? Endi hammayam har xil bo'ladi, rahmat javob beraman. Rahmat javob berganingiz uchun uzr, uspet qilmagandirman. Assalomu alaykum, pochchok. O'zim haqida gapiringlar, o'zimni so'ranglar. O'zim haqimda nima deysalaringiz javob beraman. Xo'p, balkon. So'rang, Karol, so'rang. Nimani so'ramoqchisiz? Balkon nimani so'rasalaringiz ham aytinglar. Assalomu alaykum. Sabr, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldilaringizmi?
O'zlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Samsiti. Samarqandlikmi? Samsiti. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Qayerda to'y qilaman? Aytsam borasiz-a? Xudo xohlasa, agar nasib qilgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Ha, olaman. Hammani podpiskasini olaman. Samsiti. Kimki bo'lsa, kim yozsa olaveraman. Jasur, подписка на тебя. SMS yozsangiz olaman. Shunday olmayman. Assalomu alaykum. Ozaman o'shiga SMS yozsinlar. Rahmat, Jasur. Podpiska bosing deb SMS yozsalar, agar o'sha paytda olaman. Assalomu alaykum. Yangi kelganlar, qandaysizlar? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Balkonim. Podpiska bosdingiz. Dadajon, sizni ham podpiskaga qo'shdim. Yangi ekansiz menimcha. Adasi. O. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Balkon. Yaxshi yuribsizlarmi? Biznichi? Sizni ham bosamiz podpiska. Mozi rasmchasiga. Mozi bilmadim nima ekani. Xayrton. Assalomu alaykum. Qandaysiz Mustang? Ha, ko'paysa ko'payibdi-da. Nima qiladi? Zarar qilibdimi? Yomon ko'rinib qoladi. Podpiskam ko'paysami? O'zimni tanishtiring. O'zimni tanishtirayman. Ali, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Meni ismim Shahlo. Men Samarqandlikman. Balkonim.